Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 5-aprel haftani yakshanba kuni 2026-yil. Xullas mana pachkadagi narsalarni ochiqini ko'rsatamiz. Sizda shu ichki kiyimmi shundaki? Tungi kiyim, pijamalar ekan. Xo'p, bu sadaqa nech pul deyapsiz shunda? Bu aka pijama tepapas optimga 30 ming so'm. Tepapas pijama pachka narxi 30 ming so'm ekan. Gazman mana shu. Mana rasvetkalari. Rasvetka bor. Dona 35 sotilyapti. Donaga 35 ming so'm sotilar ekan. Materiali nima buni? Materiali markiz ekan. Razmeri qanaqa buni? Standart bo'ladi. Necha yoshga tushadi shu? Endi shu 20 yoshdan 30-35 yosh bichimga qarab ketaveradi. Ha, Kelinlar, qizlarga shu. yaxshi. Yoshlarga ekanda bu. Bunisi-chi lapsha bu. Bu palasa materialimiz optimga 40 ming bo'ladi. Materiali palasi ekan. Palasa. Markiza bas palasa bo'ladi. Xo'p, necha pul narxi? Bular 40 ming. Bular 40 ming so'mdan ekan. Xo'p, bunisi-chi? Bu lovelar ham shu 30 ming nima? 30 ming so'm ekan. Unisi ham. Bular 40 ming so'm 3 talik shorti yeb. Ular 40 ming so'm ekan. Shorti yeb 3 talikda. Shortiga bilan ekan. Ha, shortiga ham bor ekan. Bu joydagilar 30 ming so'm Victoria. Bular 30 ming so'm ekan. Ha, bu love 30 ming. Bular 30 ming so'm. Pachka narxi? Общий hammasini donaga ham sotyapsizmi? Donaga 5 ming 5 ming. Ha, donaga 5 ming so'mdan qimmat bo'ladi. Maykalar 13 ming optimga. Maykalar 13 ming so'm ekan, pachka narxi. Dona 15 ming. Donaga 15 ming so'm. Nomeringiz necha aka? 91. Nomerlar 91lik 286 286 30 32. 30 32 ga aloqaga chiqaverasizlar. Faqat naqd pulga sotilyapti. Tanish bilishga, qarz farzga sotilgan yo'q. Plastik tashlab bersang chiqarib olaman. Bo'pti. O'zim olib turibman.